Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuh. Duo insonning boshiga bir musibat kelganda bandadan sodir bo'ladigan fe'l. Shunday odamlar bor, boshiga bir balo musibat kelmaguncha duo qilmaydi. Duo qiladi. Musibat kelganda, boshiga bir ish tushganda qilgan duo 3 xil bo'ladi dedik. Bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan kuchli qilinsa, duo yengadi, musibatni daf qiladi. Bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibati bilan teng bo'lsa, bu ikkalasi kurashib turadi. Agar bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan quvvatsiz bo'lsa, musibat yengib qo'yadi. Demak, duo haqida bahs olib boryapmiz. Duo qilishlikdagi bir sir. Bu qanday sir? Bir odam ma'lum bir muayyan bir duoni o'qiydi, Allohga iltijo qiladi, duosi ijobat bo'ladi. Bu kishi mana shu duoni qilayotgan paytda Alloh taolodan qattiq bir ilhaq qilib so'raydi yoki so'ragan narsasi haqiqatan unga zarur bo'ladi, mustorlik bilan so'raydi. Ya'ni qattiq zaruratlik uchun so'ragan yoki tili bilan qalbi bir xil bo'lib turib duo qilgan. Ba'zida bo'lib qoladi, tilimiz duoda o'qiradi, qalbimiz boshqa yoqda yuradi. Endi bu kishining duosining ijobat bo'lishining ikkinchi sababi tili bilan qalbi bir bo'lib duo qildi. Yoki qalb tamomiy Allohga suyangan bo'ladi. Yoki mana shu duoni qilib Allohdan bir narsani so'rashdan avval shu duo qilayotgan kishi bir savob ishni qiladi-da, savobni taqdim qilib turib, orqasidan Allohga duo qiladi. Mana shu qilgan savobli ishiga Alloh taolo mukofot qilib, qilgan duosini ijobat qiladi. Yoki duolar ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoladi duosi. Mana shu sabablar to'g'ri kelganda, mana shu sabablar rioya qilinganida duosi ijobat bo'ladi. Endi bu odamni boyaga qilgan duosini eshitib turib ikkinchi odam, mana shu duoni o'qisam, demak ijobat bo'lar ekanda deydi-da, duoni o'zini yodlab olib, o'zini qaytaradi, lekin yuqorida aytilgan sabablarni birortasiga rioya qilmaydi. Qissa qilib aytamiz. Musibat kelganda yoki bir narsa bir ehtiyoj bo'lganda banda duo qildi, qattiq zarurlik uchun so'radi, yoki tili bilan qalbi bir bo'lib turib so'radi, yoki Allohga tamomiy suyanib turib so'radi, yoki bir savob ishni qilib turib orqasidan duo qildi. Shu qilgan savob ishini mukofoti qilib Alloh taolo duosini ijobat qildi. Yoki bu bandani qilgan duosi duo ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Bu narsalardan xabari yo'q. Ikkinchi odam shu duoni o'zini o'qib yuraveradi, bu sabablardan bittasini qoyim qilmaydi, qarabsizki duosi ijobat bo'lmaydi. Buni misoli shunga o'xshaydiki, bir kishi foydali dorini oladi. U dorini o'ziga foyda qiladigan miqdorda, o'ziga foyda qiladigan vaqtda, o'ziga foyda qiladigan tartibga rioya qilib turib ichadi, doridan foyda topadi. Buni ko'rgan ikkinchi odam shifoni faqat shu dorida ekan deb biladi-da, boyagi shartlarga rioya qilmaydi. Dorini oladi, o'zi xohlagandaqa, xohlagan tartibda, xohlagan miqdorda, xohlagan yo'l bilan ichadi, foydalanmaydi. Bir xil kasal, bir xil dori, lekin bir odamga foyda qildi, biriga foyda qilmadi. Demak, duo qilishlikda ijobat bo'lishligining shartlari bor. Agar rioya qilinsa ijobat bo'ladi, agar rioya qilinmasa ijobat bo'lmaydi. Yana bir kishi Allohga duo qiladi, mustorlik bilan, ilhaq bilan Allohga iltijo qilib duo qiladi-da, duosi ijobat bo'ladi. Faqat musibat shu duoni biror bir qabrni oldida yoki biror bir daraxtni yoki bir toshni oldida qilgan bo'ladi. Bu kishi duo qilyapti, yuqorida aytilgan shartlarga amal qildi. Faqat duo qilayotgan joyi qabrning oldida bo'lib qoldi. Buni tashqaridan kuzatib turgan odam aytadiki, demak, mana shu qabrning oldida duo qilsa ijobat bo'lar ekan, deydi-da, qabrning oldida Allohga shirk keltirgan holda qabrdan so'ragan bo'lib duo qilib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Duo qilinish kerak. Ijobat bo'lishlik shartlarini qoyim qilib turib, ilhaq bilan
Allohga yolvorgan holda ijobat bo'lishiga ishonib, agar shartlari bajarilib, duo qilinsa, duo ijobat bo'ladi. Endi biz siz bilan bizni odatda kunda qilib yurgan duolarimizni bir mulohaza qilsak, uyalib qolamiz. Ehtimol tushunmaymiz nimani aytayotganligimizni. Yoki duoda so'rayotgan bo'lamiz tilimiz bilan, qalbimiz boshqa narsa bilan ovora bo'ladi. Ukalar, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz, shart turib qochamiz tashqariga. Shu eshik tagiga chiqsangiz, biror bir 100 dollar ushlab turuvdi-da. Chunki kim birinchi 10 ta odamga beraman degandi, shu apil-tapil chiqib shu uchun 9-chi o'lib ilashib qolish kerak. Men hayron bo'laman, nima kutyapti eshik tagida? Esimizdan chiqmasin. Al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil ma val munafiqu fil masjid kal usfuri fil qafas. Payg'ambarimizda shunday hadis bor. Mo'min kishi masjidda suvdagi baliqdek bo'ladi. Munofiq odam masjidda qafasdagi qushdek bo'ladi. Demak, tarovih namozini o'qib oldik, xatmini qilib oldik, demak biz ham savobli ish qildik. Demak, savob ishni taqdim qilib turib, orqasidan duo qilsa ham ijobat bo'ladi deb aytilyapti shartlaridan. Shunday zo'r ishni qilib qo'yib turib, zo'r bir Alloh rozi bo'ladigan ishni qoyim qilib qo'yib turib, so'raydigan odamlar chiqib ketyapmiz. Shuning uchun agar siz bilan biz duo qiladigan bo'lsak, bu duolarimiz masjidda bo'lgani zo'r. Qur'on tilovatining orqasida bo'lsa zo'r. Ilm majlisida qilinsa zo'r. Yoki biror bir savobli ish qilib turib, biror bir savobli ish qilib turib duo qilsak, naqadar zo'r. Duo va Allohdan panoh so'rash bir qilichga o'xshaydi. Qilich qachon qilichligini qiladi? O'tkir bo'lsa va bu qilichni ushlaydigan qo'l bo'lsa. Qilich bo'lish kerak, ushlaydigan qo'l bo'lish kerak, qilich o'tkir bo'lish kerak. Shunda dushman daf bo'ladi. Agar qilich bo'lsa, ushlaydigan qo'l bo'lsa, ammo o'tkirlik yo'q bo'lsa, keskirlik yo'q bo'lsa, bu qilich o'zining ishini bajara olmaydi. Endi qilich bo'lsa, o'tkir bo'lsa, lekin ushlaydigan qo'l bo'lmasa, yana dushman nari bo'lmaydi. Demak, qilich o'zining ishini bajarib, dushmanni nari qilishlik uchun qilich o'zi bo'lish kerak, o'tkir bo'lishligi kerak, ushlaydigan qo'l bo'lishligi kerak. Xuddi shunga o'xshagandek, qilingan duolarning ijobat bo'lishligi uchun bu duo pokiza qalbdan qilinishligi kerak. Pokiza qalb bilan duo qilishlik kerak. Hamda til bilan qalb bir bo'lishligi kerak. Keyingisi duoni ijobat bo'lishidan to'sadigan sabablar bo'lmasligi kerak. Yana qaytarib aytaman. Qilich o'zining ishini bajarib, dushmanni nari qilishligi uchun qilich o'zi bo'lish kerak, o'tkir bo'lish kerak, qilichni ushlagan bilak bo'lish kerak. Duoni ijobat qilishlik uchun ham pokiza qalbdan bo'lishligi kerak. Til bilan qalb bir bo'lishligi kerak, hamda duoni to'sadigan biror sabab bo'lmasligi kerak. Endi mashhur savol bor. Agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilgan bo'lsa, men duo qilsam ham bo'ladi, duo qilmasam ham bo'laveradi. Agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilmagan bo'lsa, duo qilsam ham, qilmasam ham bo'lmaydi. Unda duo qilishning nima keragi bor deydigan odamlar bo'ladi. Noto'g'ri gumonga borib qoladi. Biz bu odamga nima deymiz? Biz bu odamga aytamizki, agar qorning ochgan bo'lsa, qorningni to'yishligini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ovqat yemasa ham qorning to'yaveradi, yemay qo'yaver deymiz. Agar chanqagan bo'lsang, chanqog'ingni qolishligini Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, suv ichmay qo'yaver. Chanqog'ing qolaveradi deb aytamiz. Yoki senga bir farzandni Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ayolingga yaqinlik qilmay qo'yaver deb aytamiz. Ya'ni bu odamlar taqdirga bitilgan bo'lsa, biz so'rasak ham, so'ramasak ham, sababini qilib qilmasak ham bo'laveradi deyotgan odamlar duo bilan sababni keragi yo'q deb qo'yish ekanini tushunamiz. Demak, Alloh taolo bir narsani taqdir qilgan bo'lsa, bo'lishini.
Shu narsani yuziga kelish uchun sabablarni ham taqdir qilib qo'ygan, birodarlar. Osmondan yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, banda sabab degan zo'ntikni ushlasa, boshiga suv tegmaydi, ho'l bo'lmaydi. Endi shu sababni qoyim qilmasa, boshi ho'l bo'ladi. Uni boshini kim ho'l qildi? O'zi ho'l qildi. Tushunarlimi? Alloh taolo yomg'irni yog'dirib ho'l bo'lishini taqdirga yozdi, lekin zo'ntikni ko'tarsa ho'l bo'lmaydi deb ham yozib qo'ygan. Qachon banda sabablarni qoyim qilsa, taqdirdagi narsa bo'ladi. Ya'ni siz so'rayotgan narsa taqdirga yozilgan bo'lsa, sababni qoyim qilsangiz bo'ladi. Siz so'rayotgan narsani Alloh taolo taqdirga yozgan bo'lsa, sababini qilmasangiz qoyim bo'lmaydi. Buni misoli qorin to'yishi va chanqoq qolish ovqat bilan suvga bog'liq. Farzandni dunyoga kelishligi er-xotin aloqasiga bog'liq. Ekinni o'sishi, bug'doyni yerga ekishlik, suv qo'yishlik, parvarish qilishlikka bog'liq. Endi hayvonni ruhini, tanasini tark qilishligi uni so'yishlikka bog'liq bo'lgandaqa. Biz qilayotgan duolarni ijobat qilib, so'raganimizni Parvardigor berishini xohlasak, duo qilishligimiz kerak ekan. Hamda uning ortidan sabablari qoyim qilishlik kerak. Xuddi shunga o'xshagandek, jannatga kirmoqchi bo'lgan odam Alloh yozgan bo'lsa meni jannatga kirishimni. Любой ish qilaversam, har qanday ish qilaversam ham jannatga kiraveraman deyotgan odam qattiq adashayotgan bo'ladi. Jannatga kirishlik Allohning rahmatiga bog'liq. Allohning rahmati esa siz bilan bizning fe'limizga, siz bilan bizning qiladigan amallarimizga bog'liq. Ma'lum bo'ladiki, duo eng kuchli sabablardan. Talab qilingan narsaga yetishning eng foydali va komil yo'li bu duo. Bu ummat ichida Alloh va Rasulini boshqalardan yaxshiroq taniganlar bu sahobalar. Dinni hammadan yaxshi tushungan bu sahobalar. Bu sahobalar bir narsani so'rashib turib, duo qilib so'rab turib, sabablarini qoyim qilishlikkan. Sabablarni qoyim qilishlikkan. Shartlarini, odoblarini rioya qilishgan. Umar ibn Hattob aytadi. Askarni jo'natib aytadiki, sizlar dushman ustidan adabiylari ko'pligi bilan g'olib bo'lmaysizlar. Allohdan keladigan nusrat bilan g'olib bo'lasizlar. Sabab bor. Sabab bor, askar ko'p, lekin ko'pliginglarga suyanib qolmaydi. Allohdan keladigan nusratga suyaninglar. Boshqa bir so'zda aytadi, men dedi Umar ibn Hattob, duoni ijobat bo'ladimi, bo'lmaydimi degan g'amni ko'tarmayman. Meni ishim emas u ijobat bo'larmikin, bo'lmasmikin deb g'am qilishlik. Meni g'amim duo qilishlik. Modomiki bandaga Alloh taolo duo qilishlik ilhomini berdimi, demak ijobat qilishi ham bor. Ya'ni Alloh duo qil deb ilhom berdimi qalbingizga? Demak ijobat qilar ekan. Siz duoni qiling, sababini qiling. Alloh aytadi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Parvardigoringiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarga mustajob bo'larman dedi. Alloh va'da beryapti, birodarlar. Duo qilinglar, men ijobat qilaman. Bandalarim sizdan ey Muhammad, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. Men haqimda so'rasa ayting, men yaqinman. Duo qilsa ijobat qilaman. Ijobat qilishim uchun ular ham meni buyrug'imga labbay desin. Banda umid qiladi, duo qiladi, sababini qiladi, kutadi, duo albatta ijobat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.